Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga juma 2025-yil 5-dekabr. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Bugun 9 bosh xunojin keldi. 7 ishchi sog'liklarini hozir sizlarga video obzorini qilib berib o'tamiz. Videolarimizni boshida eslatib o'tamiz. Videolarimiz kamchilik, xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizda o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, shunda biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Demak, boshladik. Bularning bo'yi hammasi birdan baland. Biri 10, biri 15 shunaqa. 7 ishchilari xudo xolasa kamchiliklari yo'q, zo'r. Hammasini ayblaydigan joyi yo'q. Gavda boshlari ham yaxshi. Yoshi 2 yosh, mana shu molimiz yoshi 2 yosh, kuragi chiqqan. Narx-navolarni hozir birozdan so'ng aytib o'tamiz. Hop, ko'rib turibsizlar, hammasini oldi tomonlari yaxshi, kelishgan. Yeb ichishlarda kamchiligi yo'q, nojillar. Hop, mana bu yerda bitta sigirimiz bor. 2 litr, 3 litr suti bor. Yoshi 6 tish. Bo'ylari biri 15, 7 ishtilari o'ta zo'r. Hop, orqa tomondan ko'rinishlari. Hop, sigirimiz mana. Gavda boshlari yaxshi, sifat chiroyli. Sog'illari ham jim, o'ta jim, 7 ishtida kamchiligi yo'q. Oxiriga qarab sut ko'payishi mumkin. Yakkasiga qochmagan qisir. Narx-navosini mana shuni aytib o'tamiz, 14 million so'mga beramiz. Xo'p, mollarimiz vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin, bitta osolaring ham, hammasini osolaring ham boshqa viloyatlarga doim eslatib o'tamiz, kelishilgan hollarda. Qiziqqanlar ekran ostidan nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Alohida video qilib bering yoki Alanmasa desalar, Telegram, WhatsApplar ishlab turadi. Alohida video nima desalar qilib beriladi. Hop, et voshi yaxshi, mana shundan boshlaylik mana. Bo'yi 1.15, et voshi yaxshi, yem yeb turgan xunojin. O'zimda qishlog'imda moli, axtan-baxtan kelmagan. Hop, qog'onlari ham o'zimiz vodiyda mollari, Qashqadaryo yoki Surxondaryo, Toshkent hammasi o'zimizning mesni mollar. Bu tomonda mollari ham yaxshi, lekin so'raydiganlar bo'lsa, bular o'zimiz vodiyda mollar. Bo'ylari 1.15, 7 ishchi sog'liklari yaxshi. Puliga keladigan bo'lsa 11 million 300 ming so'm vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz. Mana bu sal oraliq varianti. Buni ham bo'yi 1.15, kuragi bor. 2 yosh hisoblanadi. Hop. Aybi oraliq, lekin 7 ishchilari yaxshi, kamchiliklari yo'q. Hop, narxi keladigan bo'lsak 8 million 800 ming so'mga dastlabkasi bilan qilib beramiz. Sizlarga o'tamiz 8 million 800 ming so'm. Hop, mana bunisi bor mana, toza shved narsa. Hop, uchalasini bitta narx aytamiz. Hop, bo'ylari 1.10, 1.15 atrofida chiqadi. Hop, narxi keladigan bo'lsa 10 million 600 ming so'mdan. Uchalasini bir joyga olamiz deydigan odam bo'lsa 10 million 600 ming so'm. Et voshi yaxshi, gavda voshi suyagi yaxshi. Oyoq qo'li baquvvat variantida. 10 million 600 ming so'mga qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar, mollar xudo xolasa 7 ishtida umuman muammosi yo'q, kamchiliklari yo'q. Hop, mana bu nojinimiz bor mana. Bo'ylari 1 metr. Buni ham kamchiligi yo'q, 7 ishtida zo'r. Et voshi yaxshi. 8 million 200 ming so'm. Eslatib o'tamiz, 8 million 200 ming so'm vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ying. Shunda biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib kanalimizni poddesh qilib turasizlar. Mana shunaqa xunojin olaman, yemlayman, sigir qilib olaman degan do'st birodarlarga poddelisa qilib kanalimizni poddesh qilib tursalar, xudo xolasa kundan kunga obunachilarimiz ko'payib, yaxshi bo'lyapti. Bular mutlaqo tekin.
Hop, nariga tomonda 3 ta kichkinamiz bor. Ularni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Bularni ham yeb ichishda xudo xolasa kamchiligi yo'q. Bo'ylari 1 metr, o narigisi birdan baland. 1 metrga olaverasizlar uchalasini ham. Narxini xudo xolasa qo'ldan kelgancha bomba qilib chiqarib beramiz. Toza shved boqaman deydigan odam bo'lsa, kalla g'ishlari ham hamma yo'g'i kelishgan. Bemalol boqaverasizlar. Arqa oldi ham zo'r. Xudo xolasa kamchiliklari yo'q. Ko'rib turibsizlar, polvonligi yaxshi. Yedi işte oxirdan kalla ko'tarmaydi. Uzunliklari yaxshi. Bularning narxini 8 million 300 ming so'mdan bir joyga olamiz desalar, uchalasini dastlabki xizmatlari bilan qilib beramiz. 7 ishchilarda mutlaqo aybi yo'q. Bemalol bir hafta 6 kun 7 kun sinab olaverasizlar. Yana bir bor eslatib o'tamiz, kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizda o'ng tomonda obuna tugmachasini bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Shuning bilan bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik siz va bizlarga nasib qilsin. Allohdan oilalaringga, qilayotgan ishlaringga, chorvalaringga fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor eslatib o'tamiz, videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib paydash turasizlar. Ishlaringga omad, yaxshi kunlarda uchrashaveraylik.